10 millionga qilingan kukunligimizni qisqacha video avtorini qilib o'tamiz. Materiallar rossiyskiy laminat. Dabatlariga uchatash qilib ishlangan. O'rtasi oq rangda, tepapasi kombinatsiya semiy rangda ishlangan. O'rtasida mana sushulkalar bor. Tepasi rossiyskiy stanchniysda moyka qo'yilgan. Biz o'zimiz sushulkalar moyka qo'yib berganmiz. Gazilar vichkasini keyin o'zi qo'yib oladi. Demak, Sunnatullaga hozir 10 millionga mashg'ulotda qilib beryapsiz, to'g'rimi? Endi starsizlar rossiyskiy qilyapsizlar, i mayatni sizlar germetika qilib qo'yasizlar, to'g'rimi? Chunki mana suvga ishlash uchun yaxshi bo'ladi. Mo'kazi ham ichi germetika qilingan. Ichi fonni germetika qilingan, chunki klient xohlasa pastdan qatiradi, xohlasa germetika holatda qatiradi. Kimdir qatirmashi ham mumkin. Shuni hisobiga yonboshini germetika qilib qo'yganmiz. Suv tegsa, ishlasa ziyoni yetmaydi. Mana mo'kani tayinlari ham fonni germetika qilingan. Yuz yonlari ham, poni yonlari zavodga kiryapti. Shu qadar ochiq qilsa mana kiryapti. Xo'p, agarda imkon bergan obunachilari sizlar zakaz kerak bo'ladigan Sunnatulloga ayta olasizlar. Nomeringizni aytib o'ting Sunnatullo aka. 90lik 527 1101. Kimga shunaqa ko'ngilli yoki shkaf, mehrob, spangar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.